Men eng zo'r pol yasaydigan odamman deb boru mendan zo'r pol yasaydigan odam yo'q. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompot, men yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar qaranglar, men uyimni polini alishtirib chiqyapman. Mana bunaqa zo'r chiroyli plitkaga. Atto men eski mana bunaqa toshli pol vashchi g'alati edi-da. Bor mana bunaqa chiroyli seri plitkaga alishtiryapman. Nu men bu toshli agar men devordami yoki men patologda bo'lsa chiroyli turadi. Bolalar to'g'rimi? Nu devorda ham normalniy turibdi, lekin polda bo'lmaydi. Boru qoqilib mumkin odam. O'shaning uchun men hamma yog'ini alishtirib chiqaman. Kelinglar, mana ko'chanikini ham alishtiraman, mana shu hovlimnikini. Kelinglar, mana shu hamma yog'ini alishtirib chiqamiz. Uyim yanada chiroyliroq bo'ladi. To'g'rimi bolalar? Tak, kelinglar, mana mashitlarni ham, tak kelinglar, mana mamutlarni ham hamma yog'ini alishtirib chiqamiz. Aha, bunga tegmaymiz, bu qovuradi. Mana buni ham alishtiramiz. Tak, kelinglar, mamutga buni qo'yib chiqamiz. Mana meni uyimni qaranglar, qanaqa chiroyliligini, yana qishlog'imizdagi uylar ham chiroyli, to'g'rimi bolalar? Hop, qani to'xtanglar, men tushunmadim. Mana bu yerda yerli uy nima qilyapti? To'xtanglar, bu uymi yoki nima bu? Men tushunmadim, nima bu? Nima Kompot, ko'rmayapsanmi? Bu meni uyim. Nima qishlog'i bu meni uyim deysanmi? Bu uyga o'xshamayapti-yu. Nima bu Kompot, unda uy bo'lmasa? Bu lekin rostdan uyga o'xshamayapti-da. Qishlog'i bu qanaqadir yerdan qilingan korobka-yu bu. Uy emas, mana eng zo'r uy, mana shu. Yo'q, Kompot, meni uyim eng zo'r, ko'ryapsanmi? Bu juda ham zo'r uy. Yo'q, vashchi g'alati uy ekan u. Bu qishloqqa nima deyapsan? Kompot, bu juda ham zo'r uy. Sen просто buni ichini ko'rmagansan-da. Yo'q, qishlog'i nimalar deyapsan? Men obunachilarim ham mana aytishadi. Bolalar aytinglar, bu qanaqadir g'alati uy, qanaqadir yerdan qilingan. Kompot, sen nima bu g'alati uy deb o'ylayapsanmi? Yo'q, qishlog'i men g'alati uy deb o'ylamayapman. Bu rostdan ham g'alati uy. Bu nima bu? Mana qishloq menga aytgan qanaqadir yerdan qilingan korobka. Bunda vashchi yashasa ham bo'lmaydi-yu. Nima bu? Bu qishloq menga aytgan juda ham g'alati narsa-yu. Kompot, xohlasang men senga bu uyni sotaman. Qishloq, rahmat senga kattaga, men kerak emas. To'xta Kompot, sen bu narxini eshitmadingmi? Bu 200 yevro turadi atigi. Nima 200 yevro deysam, agar sen menga pul bersang ham men baribir sotib olmayman buni. Menga vashchi kerak emas bu uy. Bolalar, bu qishloqqa nimalar deyapti menga? Men nima 200 yevroga sotib olishim kerakmi? Endi jinni bu uyni vashchi g'alati uy. Buni uyitsa ham bo'lmaydi. Qanaqadir yerdan qilingan g'alati korobkami bilmayman. Mana meni uyim normalniy uy. Ko'ryapsizlar, mazza qilib yashasa bo'ladi. Bunda bunaqa doskalardan qilingan. Unda esa oddiy yerdan qilingan bolalar, oddiy yerdan qilingan. Unda vashchi yashasa ham bo'lmaydi. Birato'la bolalar, men bitta devorni ham alishtiramizmi? Nima deysizlar? Kelinglar, alishtirib chiqamiz bu yoni ham. Tak, mana. Aha, ana bo'ldi, tayyor. Endi men bularni esa joyiga qo'yib qo'yamiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy, men bu qishloqqa nimalar o'rnatib qo'yibdi yana men bu g'alati uyga. Qishloqqa bu nima bu? Nimalar o'rnatib qo'yding yana bu g'alati uyga? Kompot, men bu uyni sotolmadim-da, nima qilishni bilmadim. Endi pul topish kerak-ku, to'g'rimi? Keyin mana shunaqa reklamali bannerlar qo'yib qo'ydim. Shu reklama orqali men pul topaman endi. Yo'q, qishloq menga o'zi bu yetmayotgan edi. Nima qilasan buni qo'yib, olib tashagin, nima qilasan? Normalniy pul topa olmaysan baribir. Buni hech kim sotib olmaydi sendan. Kompot, bunda yana muzikasi ham bo'ladi, setlari ham bo'ladi buni. Nima muzika sveti deysanmi? Qishloq menga aytgan mana shu uyni 200 yevromi? Men o'zim sotib olaman shu uyni, mana shu ko'zimga ko'rinmasligi. Nech pul edi? 200 yevromi bu uy? Yo'q, Kompot, stavkalar ko'tarildi. Bu endi 300 yevro turadi. 300 yevromi bo'ldi? Hozir men senga o'sha izumrudlarni olib kelib beraman. Bolalar, men bu oddiy mana shu uyni sotib olaman, keyin biz tashiyman lapata bilan birga. Va shu ko'rgim kelmayapti. Kelinglar, 300 yevro olamiz-da. Hop, ana bo'ldi. Endi ketdi, sotib olamiz shu uyni. Ko'zim ko'rgis kelmayapti shu uyni. Tak bo'ldi. Qishlog'i, mana senga o'sha izumruding bu endi meniki, to'g'rimi? Tabriklayman Kompot, endi bu uy seniki. Xohlagan ishingni qilib bu uy bilan. Men xohlagan ishimni qilaman. To'g'ri, rahmat senga ham. Ketdim men, endi biz tashiyman bu uyni. Hop, lapatlarni ham olding, endi ketdi bolalar, biz tashiymiz mana shu uyga. Vashchi ko'rgim kelmayapti buni. Bor unda men bu g'alati narsa. Ketdi, endi biz ishni boshlaymiz. Hop, o'zi bitta qara ichiga kirib ko'r. Ichida nima bor ekan? Tushunmadim. Bolalar, men tushunman, nima bu? Nima qilyapti buni bu yoqda? To'xtanglar. Bu oddiy yerdan qilingan uy edi, to'g'rimi? Mana ko'chasida yerdan qilingan uy. Hamma yo'q mana bunaqa g'alati yerdan qilingan. Ichi nimaga buni bunaqa?
Bo'ldi mana bu yerda qaranglar, mana bu sandiqlar to'la pul ekanu. Voy ko'ryapsizlarmi? Pul bilan to'la ekanu bu sandiqlar. To'xtanglar, men tushunmayapman. Nimaga bu bunaqa? Nimaga qishloq menga bu 3 ta dona izmurudga sotdi? Ichi pullar bilan to'la ekanu bularni qaranglar, bo'ldi bu rost ekasini pullar, to'g'rimi? Ha, rost ekasini pullar. Bo'ldi, nimaga bu menga 3 ta izmurudga sotdi? Ko'chada bundoq qaraganda g'alati-oy. To'g'rimi? Lekin ichi esa bunaqa doskada bunaqa olmosli qaranglar, mana bunaqa narsalar bor ekan, olmosli lampa bor ekan. Oho, nimaga? Qanaqasiga bu? Men ishonmayapman. Bor qishloqqa, sen qayoqdasan? Tushuntirib ber menga, nima bu? Oho, bu nima endi? Men bu men 3 ta izmurudga sotib oldim. Endi bu meniki, to'g'rimi bo'ldi? Hamma pullar ham meniki. Men bu narsalar ham olmosli narsalar. Men bu yerda yana nima bor ekan? Qani ichiga kelinglar qaraymiz. Voy bo'ldi, men ishongim kelmayapti. Boru, bu yerda oshxona ham bor ekan, qaranglar. Voy, bu men bu yerda nimadir pishayotgan ekan. Men bu yerda даже ovqat ham bor ekan. Tortlar qaranglar bo'ldi. Kelinglar vashlarni qo'yamiz. Wow, mazasi juda ham zo'r ekan, lekin shirin tort ekan. Va bu yoqda nima endi qanichi? Voy, yo'q bolalar, men bu narsaga ishonmayapman, lekin mana bu yerda qaranglar, uy bor ekan mana bunaqa. Bolalar ko'rasizlar, mana bu yerda uy ham bor ekan, spalniy bor ekan. Men ishonmayapman, qanaqasiga ko'chada mana bunaqa g'alati yerdan qilingan uy ichida esa bolalar ko'rasizlarmi, mana bunaqa pullar, oshxona, mana bunaqa chiroyli anaqa bor ekan, yotoqxona, shkaf ham bor ekan даже. Voy, bu buning ichida buning ichida kiyimlar ham bor ekan. Bolalar, men nima deyishni bilmayapman-da. Boru nima qilayman? Aylanib kelaymi? Sakrab kelaymi? Nima qilishni bilmayapman. Ko'rasizlarmi, qancha narsalar bor ekan bu yoqda. Shkaf ichida mana bunaqa qimmat kiyimlar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Va mana bunaqa teshuvli kiyimlar bor ekan. Bolalar qaranglar, yana bunaqa rang-barangli kiyimlar, rubinali. Voy, bular vashcha qimmat-ku. Lekin mana shu kiyim menga yarasa yoqadi. Anchadan beri kiymabdim shu kiyimni. Voy bolalar, lekin vashcha ishonmayapman deb bori mana shu ko'rayotgan narsamga. Qanaqasiga? To'xtanglar bolalar, mana bu yerda lyukmi? To'xtanglar, mana bu kravatni to'xtanglar, olib tashlaymiz-da. Qanicha lyuk bor ekan mana bu yerda. Olib kelinglar, ochamiz bu yerda nima? To'xtanglar, mashinami? Voy bolalar, men nima qilish bilmayapman. Men ketdim. Men buni ko'rgim kelmayapti. Men nima qilishni bilmayapman. Bolalar qaranglar, mana bu yerda qimmat mashina, olmos, izmurudlar ham bor ekan. Qushlar ham bor ekan mana bu yerda qaranglar. Voy bolalar, men nima deyishni bilmayapman. Bor nima qilyapti bu yoqda bunaqa qimmat mashina? Nimaga qishloq menga 3 ta dona izmurudga sotdi. Boshida o'zi 2 taga sotmoqchi edi. Mana bunaqa rubinalar bor ekan. To'xtanglar, kelinglar, bu mashinani bitta ko'chaga olib chiqaylik, haydab ko'ramiz. Xo'p, olib chiqish kerak bu mashinani ko'chaga endi. Xo'p, bolalar, mana men mashinani ko'chaga olib chiqib oldim. Kelinglar, o'tiramiz. Bolalar, ketdi, endi bitta surib kelamiz qanichi. Tak, davay. Juda ham tez mashina ekan, lekin bolalar qaranglar. Tez ekan lekin. Bo'ldi. Ehtiyot bo'lamiz. Urilib ketishim kerak emas. Shaxtaga tushib ketish kerak emas. Mana bitta katta teshuv bor. Hop, bo'ldi bolalar, shu yerda to'xtaymiz. Yoki yo'q, bu yerda to'xtash kerak emas. Unda o'g'irlab ketishadi bu mashinani. Mana mashina bu endi, bu to'g'rimi? Mana mashinani o'g'irlab ketishadi. Kelinglar, mana shu uyimni oldiga qo'yib qo'yamiz. Tak, ana bo'ldi. Shu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, endi tushamiz. Hop, to'xta. Tak, to'xtasenchi, bo'ldi, tushdim. Mashina qayoqqa ketib qolsan? To'xta, ketib qolma. To'xtadimmi? To'xtasenchi. Oppa, ana bo'ldi, to'xtadi bolalar. Bo'ldi, yana endi shu uyimizga qaytamiz. Mana qimmat baho uyimizdagi ko'chadan oddiy yerli uy, ichkarida esa bolalar mana bunaqa qimmat uy. Hop, qanicha mana bu yerda o'zi yana nimalar bor edi, yana narsalar bor edi bu yoqda. Wow, mana bu yerda qaranglar, mana bunaqa olmos, izumrud, tillalar bor ekan. Ketdim, mana shu hamma narsalarni olib olamiz. Tak, ketdi uyimga. Ana bolalar, mana qaranglar, mana yashirin sandig'imda mana bunaqa zo'r kirka topib oldim. Wow, bolalar qaranglar, bu tez narsalarni olar ekan. Uje shuncha pul bormanda bolalar ko'rasizlar, mana ham olamiz. Hop, ketdim, endi antan narsalarni olamiz, olmos, izumrudlarni. Da, kelinglar pastga tushamiz. Hop, qaysi biridan boshlaymiz? Kelinglar, izumruddan boshlaymiz. Voy, bolalar ko'rasizlarmi, bittada hammasini olar ekan. Bu juda ham zo'r ekan bu. Kelinglar, mashinani ham, mana tillalarni ham olamiz. Bolalar, lekin juda ham zo'r kirk ekan. O'sha bolalar qaranglar, mana qancha narsa bor. Uje qaranglar, 64 ta 16 ta izumrud bor ekan. Hop, kelinglar, olmoslarni. Voy, bolalar, men ishonmayapman boru. Uje qaranglar, qancha narsalar bor. Juda ham ko'p narsa bor. Men vashchi boy bo'lib ketyapman endi. Kelinglar, bularni ham olamiz. Bitada hamma narsalarni olib berar ekan, ko'rasizlarmi? Shuncha uje olmosli bloklar bor menda. Mana bu yerda hali yerdilarni ham olib olish kerak bolalar. Yerdilarni ham olib olamiz, kelinglar. Hop, ana bo'ldi bolalar, men hamma narsani olib chiqdim. Hop, kelinglar, endi bularni olmos qilib chiqamiz, mana olmosli bloklardan. Tak, qaranglar, uje qancha olmos bor menda. Uje
borgan sari ko'payaveradi уже. Nu bo'ldi уже qo'lim ham to'ldi. Kelaylik men bilan tashavoramiz yoki to'xtaylik, olmos ketib qoldi. Bundan ko'ra kravatga tashavora qoling, olmosni olamiz, qoldirmaymiz. Oh bola, nima deyish bilmayapman. Bu eng zo'r uy ekan rostdan ham bor-u. Kapot sanjindirovsa qattan eng zo'r uy, vashcha g'alati uy ekan bu. Yo'q, qishloq. Men ham boshida shunaqa deb o'ylagandim. Bu juda ham zo'r uy ekan. Zo'r uy bu sanda kapot, bu oddiy qadar yerdan qilingan uy. Qishloq, men ham boshida shunaqa degandim. Meni uyim zo'r, bu g'alati deb. Lekin sen buni ichini ko'rmagansan-da. Ichi esa buni qishloqqa juda ham chiroylikkina uy. Hop, bola, endi bu uy bilan nima qilamiz? Bola, menda bitta juda ham zo'r ideya bor. Agar bu videoda juda ham ko'p like bo'lsa, obunachilar ko'p kelsa, men buni ustini ham remont qilib tashlayman. Cho'tka qilib ustini ham remont qilaman. Xohlaysizlarmi bolalar, buni ustini ham remont qilishimni? Unda like'lar bosinglar. Nu что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr.